Salom hammaga. Hozirda men YouTube uchun birinchi videomni olmoqdaman. And I'm finally starting up my first YouTube channel. Yeah, come on guys. Xo'p, avvalambor o'zim haqimda tanishtiradigan bo'lsam, ismim Boburjon, familiyam Isroilov. Hamma meni erkalab Bob yoki Bobur deb chaqiradi. Yoshim 18 da. Asli O'zbekistondanman. Va hozirda 2 yildan beri Xitoyning Sian shahrida, ya'ni Sianshu universitetida talabaman. To'g'risi yoshlikdan juda qiziquvchan, juda orzu-maqsadlar katta inson bo'lganligim sababli shularda orasida alohida o'rinda turgani, ya'ni juda muhim o'rinda turganlardan bittasini hozirda amalga oshirmoqdaman. Ya'ni YouTube uchun birinchi videoimni olmoqdaman. Rosti bu yo'nalishda juda ham mas'uliyati katta, juda ham mashaqqati katta bo'lganligi uchun ozroq qiyinchilik tug'dirmoqda. Hozirda o'zida ham juda bu emotional bosim juda ham katta va nutqimda yoki boshqa bir juda ko'p videolarda kamchilik bo'lishi mumkin. Bularni inobatga olmaysizlar endi hozirda. Chunki kelajakda harakat qilaman, hamma xatolarim ustida ishlashga, hammasini to'g'rilashga. Imенно meni kanalimda nima haqida videolar, ya'ni kontentlar bo'lishini aytib o'tadigan bo'lsam, Xitoy aholisining bir-biriga bo'lgan munosabati, ularning an'analari, qaysi kunda qanaqa bayramlari borligi yoki ular xitoyliklarning chet elliklarga bo'lgan munosabati va shu kabi ko'pgina ma'lumotlarni sizlarga video orqali ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu yo'lda sizlarning podдержкаларingiz juda muhim o'rinda turadi. Ya'ni sizlarning ko'proq podpiska bosishlaringiz, sizlarning kommentariy yozishlaringiz, like bosishlaringiz juda muhim o'rinda. Chunki qancha shuncha ko'p kommentariy yoki likelar podpiskaga bo'ladigan bo'lsa, o'zimga bo'lgan ishonchim oshadi, o'zimga bo'lgan motivatsiyam oshadi va shunga qarab men ko'proq video olishga, ko'proq kontentlarni olib chiqishga harakat qilaman. O'ylaymanki hozirda yetadi menimcha. Xayr hammaga.